Assalomu alaykum. Avvalambor Asaxiy jamoasi. Men tanimaydiganlar bo'lsa, o'zimni tanishtiraman. Men Saydalieva Mubina, Asaxiy Farhod filialining sotuv konsultant bo'limida ishlayman. Bugungi mavzuyimiz Jonah Bergerning ko'rinmas ta'sir, ya'ni bizning qarorlarimizda nima ta'sir qiladi degan kitobi haqida taqdimot o'tkazib beraman. Nega aynan shu kitobni tanlaganim sababi, chunki u menga har kuni qabul qilayotgan o'zimni qarorlarim haqida o'ylashga o'rgatdi, hamda biz ko'pincha men o'zim xohlab qilyapmanmi shu qarorlarimni degan bir savol tug'iladi. Ammo aslida atrofdagi har bir fikr yokida insoniyat muhiti va jamiyatning ta'siri juda ham katta bo'ladi, aynan shu bizning qarorlarimizda. Muallif haqida ozgina aytib o'taman. Jonah Berger, ya'ni 1981-yilda Amerikada tug'ilgan, ya'ni Wharton Business maktabida o'qib, ya'ni Wharton School maktabida o'qib, professor bo'lgan. Marketing va ijtimoiy psixologiya bo'yicha mutaxassis. U inson xulq-atvori, uning muhiti, ya'ni ommaviy fikr shakllanishi haqida ko'plab izlangan. Uning kitoblari, ya'ni eng yaxshi va ommaga chiqqan kitobi bu Contagious, ya'ni zararli va taraluvchi. Ya'ni bu mavzuni ichida bir savol yotadi, ya'ni nima uchun ayrim narsalar ommaga chiqadi yoki nega ba'zi narsalar ya'ni mashhur bo'ladi degan bir savol yotadi. Va Invisible Influence, ya'ni ko'rinmas ta'sir kitobi. Mana shu ikkita kitobi dunyo bo'ylab millionlab nusxalarda sotilgan. Hamda aytib o'tishim mumkin, Bergerning ilmiy ishlari Google, Nike va Apple yirik kompaniyalarida foydalaniladi hozirgacha qadar. Uning fikricha, odamlarni o'zini erkin deb hisoblasa ham, hamma vaqt ular boshqarishning ta'siri ortida bo'lar ekan. Kitobning asosiy g'oyasi haqida gapirib o'taman. Kitobning markaziy g'oyasi shundaki, bizning har bir tanlovimiz, ya'ni ko'p hollarda shaxsiy emas. Siz aytganingizdek, ijtimoiy ta'sir natijasida bo'lgan bu qarorlar. Odamlar ikki turda bo'linar ekan, ya'ni guruhga tegishli bo'lgan kuchli tomonlari va o'zgacha bo'lish istagi. Ya'ni guruhga tegishli bo'lish istagi bu, ya'ni men shulardanman degan bir hissi bo'ladi. O'zgacha bo'lish istagi, ya'ni men boshqalardek emasman degan bir tushunchasi bo'ladi. Mana shu ikkita kuch bu modada, marketingda va ishdagi munosabatda, hattoki muhabbat tanlovlarimizda ham ta'sir qilar ekan. Yana bir savol bermoqchiman. Sizda ham shunday bo'lganmi? Kimdirda ko'rgan narsangizni siz ham istab qolasiz. Ya'ni kimdir nimadir oldi, siz ham shu narsani olishga maqsadingiz yo'q edi, ammo hozir tug'ilib qoldi. Maqsad bo'lmasligini o'zi ham influence bo'lmaydimi o'sha yerda? Bu siz nimani ko'rsangiz, xuddi o'shani, ya'ni taqlid qilish bo'lib qoladi. Masalan, meni shu odam masalan shu narsani oldi, aytaylik shu odam olmasligi, olganligi uchun men olmoqchi emasman shu narsani, bo'lsa ham shu odam ta'sir bo'lmaydimi menga? U обратный связь bo'ladi. Asosiy g'oyalar va hayotiy misollar keltirilganda, bularni men sizga hozir aytib beraman. Birinchisi bu taqlid qilish orqali moslashish. Ya'ni odamlar guruhga, ya'ni qabul qilinishi uchun bular boshqalarga taqlid qiladilar. Ya'ni bu bizda hozir hayotiy, ya'ni tabiiy holat. Biz hamisha kimgadir qarab qaror qabul qilishimiz ham mumkin. Misol uchun dunyoda ko'p marketlar bor, lekin ammo siz bir insonga qarab qolib, u o'sha yerdan olgan narsani siz ham o'sha yerdan olgingiz kelib qoladi. Bu insoniy ko'nikmasining, ya'ni ko'rinmas refleksi hisoblanadi. Ikkinchisi bu farqlanish. Ijtimoiy isbotga qo'shib ketmoqchiman, ya'ni boshqalar nima qilsa, siz ham shuni qilgingiz keladi. Ommaviy qabul bu odamlar boshqalarning xatti-harakati, ya'ni ularga kuzatib, ularni o'zlarining harakatlari deb hisoblash. Mahsulot sharhlari, ya'ni onlayn sharhlar yoki yulduzcha yoki reyting, sotuvlar soni yangi xaridorlar uchun ishonchlilik va sifat belgisi bo'lib xizmat qiladi. Hamda trendlarga ergashish, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda
trendlar tez tarqaladi va siz ham o'sha trendlarni sinab ko'rmoqchi bo'lasiz. Farqlanish orqali o'zlikni ko'rsatish, ya'ni ommadan ajralib turish istagi. Bu yerda ijtimoiy moslashishga intilishimiz bilan birga ba'zi o'zligimiz hamda farqlanish istagi ham mavjud. Bu ikki qarama-qarshi kuch bizni tanlovimizni, ya'ni boshqaradi. Bu yerga nima kirishi mumkin? Ya'ni shaxsiy identifikatsiya, ya'ni farqlanish bizni shaxsiyatimizni yoki o'zimiz guruhimiz ichida ajralib turishimizni belgilab beradi. Nisha topish, ayniqsa katta guruhlarda yoki katta guruhlarning a'zolari o'z ichki guruhlari doirasida o'ziga xoslikni ta'kidlashga intilishadi. Hamda muvofiq ajralish, bu ko'pincha narsaga emas, qanaqadir yoqtirgan to'garagingiz yoki musiqa, shunga bog'liq, ya'ni sevimli mashg'ulotlarga farqlanishni xohlaymiz. Hamda haddan tashqari taqliddan qochish. Agar biror narsa haddan tashqari ommalashib ketsa, siz o'sha boshqalardan farqlanishni istab qolasiz. Shu yerda yana qo'shib o'tishim mumkin, ba'zi odamlar ataylab boshqalardan farq qilishni harakat qilishadi. Misol uchun, hamma bir xil kiyinsa, siz ulardan alohida ko'rinish uchun boshqa bir stil o'zingizga o'ylab topasiz. Muhit va kontekst qarorlarni belgilaydi. Ya'ni odamni tanlovi faqat xohishga emas, balki muhitga ham bog'liq. Bu narsa, misol uchun, rahbarlar davrasida o'tirganda qaysidir rahbar o'zini boshqacha tutishi mumkin. Bu ya'ni uning ijtimoiy signali deb hisoblanadi. Bu yerda joylashuv effekti ham bo'ladi, ya'ni do'konda yoki menyuda mahsulotlarning joylashuvi ham o'zgargani bu bevosita ta'sir qiladi. Kichik o'zgarishlar, kichik kontekstual signallar, misol uchun musiqani ohangi yoki yorug'lik, bu kayfiyatimiz yoki xaridorni qarorlarini o'zgartirishi ham mumkin. Hamda sukut bo'yicha tanlovlar. Agar odamlar tanlov qilishga majbur bo'lmasa, ular albatta sukut saqlashni to'g'ri qaror deb bilishadi. Normativ ta'sir, ya'ni qoidalar bizni qanday boshqaradi? Normal xatti-harakatlarimiz boshqaruvchi yozilmagan qoidalar bo'lib, ikkita asosiy turga bo'linadi. Ya'ni bular tavsiflovchi normalar va buyuruvchi normalar. Tavsiflovchi normalar deganda biz ko'pchilik shuni qilyapti, biz ham shuni qilishimiz kerak degan bir fikr uyg'onadi. Buyuruvchi normallarda esa bu bizga berilgan qaysidir vazifa va buni biz shunday qilishimiz kerak deb o'zimizga, ya'ni maqsad qo'yamiz. Misol uchun, bu yerda tavsiflovchi normalarga qo'shnilaringiz 90% energiyani tejaydi deganda, ya'ni siz ham tejashni xohlaysiz va unga talpinasiz. Buyuruvchi normalarga misol keltiradigan bo'lsak, chiqindilarni tashlamaslik kerak. Ya'ni siz buni ko'chalarda ham atrofda ko'rishingiz mumkin, reklamalarni ham. Bunga misol tariqasida siz, ya'ni o'zingiz shuni qilmasligim kerak ekan degan bir tushunchani olasiz va uni qilmaysiz. Yana bir misol keltirmoqchiman, ya'ni ta'sir ish joyida ham namoyon bo'ladi degan narsa bor ekan. Bu fikrni men o'z hayotimda ham sezdim va buni men sizlar bilan ulashmoqchiman. Bir kuni ishda shunaqa holat bo'ldiki, ya'ni ikkita xodim o'rtasida katta bir tushunmovchilik bo'ldi, ya'ni tortishuv chiqdi. Ulardan bitta, ya'ni menejer bo'lgan bir xodim, uning fikricha shunchalik u bog'lanib qolgandiki, ya'ni o'zining menejerini so'zlariga bog'lanib qolgandiki, u nima desa, men shuni qilaman degan bir tushuncha bor ekan. To'g'ri, bu shunaqa qilish kerak, ammo insonning o'zini ham fikri bo'lishi kerak yoki qaysidir takliflari bo'lishi kerak. Uni ham ishda yoki hayotiy qaysidir narsalarida buni ishlatib ko'rish ham mumkin deb o'ylayman. Men esa bu javobini ko'rib, ya'ni adolatsizlikka qarshi chiqdim, chunki u odam aslida haq emasdi. Uning, ya'ni menejer tomonidan, u menejer bo'lgani, ya'ni menga u qo'rqitish usulini qilmoqchi bo'ldi. Ya'ni qo'rqitish vositasi orqali o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Aynan mana shu qo'rqitish vositasi uning, ya'ni ko'rinmas ta'sir misolida bir keltirib o'tsa bo'ladi. O'zimning fikrimcha, aynan shu menejer o'zining fikriga ega emas, ya'ni o'zi mustaqil fikr bildira olmaydi deb o'ylayman. Chunki unda, ya'ni boshliq nima desa, men shuni qilaman degan tushuncha bor ekan.
Va bu aynan kitobdagi g'oyaning hayotiy ifodasi desam ham bo'ladi. Ya'ni Berger aytganidek, ko'pincha odamlar haqiqatni emas, kuchli ta'sir manbasini tanlar ekan. Buni tushunish insonga mustaqil fikrlashni ham o'rgatadi. Shu voqeaga asosan, ya'ni ekspertiza va obro' mutaxassislarga ishonch. Biz qaror qabul qilishga ko'pincha o'zimizdan ko'ra ko'proq boshqalarni, ya'ni bilimga ko'proq ega bo'lgan insonlar bilan muloqot qilishga harakat qilamiz. Bu mexanizm ekspert obro'si orqali amalga oshiriladi. Ya'ni ekspert kvalifikatsiyasi bu mutaxassislarning darajasi yoki sertifikatlarni o'zlarining ishonchlarini bildiradigan bir dokument deb aytsak ham bo'ladi, hujjat. Ishonchlilik manbai, odamlar ma'lumot manbai ishonchli va xolis bo'lsa, uni tezroq qabul qilishlari uzatiladi. Xuddi shunday. Obro' esa bu ishonchning kaliti. Vaziyatga bog'liqlik. Ekspertning ta'siri faqat o'zining mutaxassislik sohasida kuchli bo'ladi. Ya'ni moliya bo'yicha maslahatlari kiyim-kechak yoki boshqa bir buyumlarni tanlash bo'yicha maslahatlardan ajralib turadi. Misol uchun, ekspert kvalifikatsiyasiga, ya'ni aytganimdek, mutaxassislarning darajasi, ya'ni bu yerda ishonchlilik uchun sizning hujjatlaringiz bu bir belgi bo'lishi mumkin. Ishonchlilik manbai, ya'ni siz ularga shu kungacha yetkazib bergan qaysidir natijalaringizni ko'rsatib berishingiz, bu ham bir ishonchlilik manbai bo'ladi. Va misol biror tartibga turib, sabab qaynatib ichiladi. O'sha ekspert obro' shunaqa ta'siri bo'ladi. Va vaziyatga bog'liqlik deganda, bu misol uchun qaysidir maslahat sizga kerak, bu maslahatni siz albatta sotuvchi konsultantdan so'raysiz. Hamda 5-g'oya bu ta'sirni anglab, undan to'g'ri foydalanish. Ya'ni bizda ko'rinmas ta'sirlar bor. Bu hamda Berger aytganidek, ya'ni o'z o'quvchilariga shunday degan bir jumlasi bor. Agar siz ta'sirni his qila boshlasangiz, siz boshqalarni siz boshqara olmaydi. Ya'ni boshqalar sizni boshqara olmaydi. Ya'ni siz uni sezdingiz, siz unga harakat qilasiz, sizni granitsangizga yaqinlashib kelmasligi uchun. Ko'rinmas ta'sirning aksariyati ongsiz darajada ishlaydi. Ularni anglash o'z xatti-harakatlarimiz ustidan nazorat olish uchun birinchi qadamdir. Ya'ni onglikni oshirish, ya'ni qabul qilishdan oldin siz o'zingizga bir savol berasiz. Ya'ni nima uchun aynan shu tanlovni qildim? Uni men atrofdagilarning fikri bo'yicha qildimmi yoki o'zimning fikrim bo'yicha bu narsani qildimmi degan savol tug'iladi. Ma'lumotni filtrlash, ya'ni ijtimoiy isbotni, misol uchun sharhlar hamda ratsional ma'lumot mahsulot sifati bilan muvozanatlashishni o'rganing. Hamda shaxsiy xohishlarga e'tibor, ya'ni guruhga moslash istagi va farqlanish istagi o'rtasidagi muvozanatni toping va o'zingizni xohishlaringizni belgilab tan olishingiz kerak. Ya'ni misol tariqasida aytaman, agar men bilib olsam, mening xulqim kimningdir ta'sirida bo'lmoqda, men buni nazorat qila olaman degan bir tushuncha paydo bo'ladi. Xulosa, ya'ni kitob nimani o'rgatadi? Ya'ni kitob ongli qaror qabul qilishni o'rgatadi, manipulyatsiyadan qochish hamda insonni ruhiyatini tushunish ham o'rgatadi va lider sifatida ta'sirni foydali yo'lga yo'naltirishni ham o'rgatadi. Misol tariqasida o'zimizni kompaniyamizni olayotgan bo'lsak, ya'ni Asahi mahsulot sotmaydi. U odamlarga o'zini zamonaviy yoki kreativ inson sifatida his qilish tuyg'usini sotadi. Ya'ni bu his qilish orqali odam brendga bog'lanadi, uni o'sha tan oladi. Ko'rinmas ta'sirlarni anglab, ulardan qanday foydalanish kerak? Ya'ni men sizlarga 3 ta qadamni yozib berdim. Bu yerda qaror qabul qilish kontekstini o'zgartirish, ya'ni ijobiy natijaga olib keladigan kontekstual signallarni o'rganish hamda ularni ishlab chiqib o'zingizga joylashtiring. Ya'ni bu sizga o'zingiz qabul qilgan qarorlaringizni mustahkamlashga yordam beradi. Ikkinchisi bu ijobiy ijtimoiy isbotni faollashtirish. Ya'ni kerakli xatti-harakatlarni allaqachon ko'pchilik qilayotganini ko'rsangiz, siz ulardan qochishingiz kerak. Ya'ni bu yerda o'zingizni ma'qullagan qarorlaringizni taqdim etishingiz kerak.
hamda farqlanishga ruxsat berish, ya'ni odamlarga o'zini ko'rsatishni yokida o'zini xosligini namoyish etish uchun kichik bir imkoniyatni yaratib berish kerak. Xulosaga keladigan bo'lsak, kitobning asosiy g'oyasi bu biz hamisha, ya'ni ko'rinmas ta'sir ortidaligimizni bildiradi. Lekin ularni anglasak, qarorlarimiz ustida haqiqiy nazorat qila olar ekanmiz. Faqat bu uchun biz harakat qilishimiz kerak. Men uchun bu kitob o'zimni tahlil qilishga yordam berdi. Bu ya'ni bir qarorga kelayotganimda men o'zimga savol beraman. Bu atrofdagilar fikriga qaratib qo'yilmaganmi? Ya'ni meni fikrim atrofdagilarga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Bu haqiqatdan ham o'zimni xohishimmi yoki boshqalarga qarab chiqargan bir fikrimmi degan bir savol o'zimga berib o'ylandim. Bu kitob har bir inson, ayniqsa hozirgi yoshlar, ya'ni marketing yoki psixologiyaga o'qiyotganlar albatta o'qishi kerak deb o'ylayman. U insonga o'zini, ya'ni boshqalardan teranroq qilib anglashni o'rgatadi. Hamda yana bir savol bermoqchiman auditoriyaga. Agar siz har bir qaroringiz ortida kimningdir ta'siri turganini ko'ra boshlasangiz, hayotingizda nima o'zgarardi? Ya'ni siz o'zingiz sezdingiz, qaysidir inson sizga ta'sir o'tkazadi. Ta'sir oxirida o'sha maqsadi nimaligini bilishga harakat qilgan bo'ladim. Ya'ni shu ta'sir ko'rsatib, men nimagadir o'rnamoqchiman, o'zlagandan keyin nima rezultatga erishmoqchi. So'ng ota-ona bo'lish mumkin, bu narsa hayotimizda ko'p qarorlarimizga ta'sir qiladi. O'sha o'ylagan yomonlik o'zlamaydi. Ana shu narsani keltirishni maqsad nimaligini tekshish kerak. Agar yaxshi narsani buzishga xohlashadigan bo'lsa, ta'sir bilan kim bo'lishdan qaytmaysiz. Va u yaxshi narsa bizga ma'qul bo'lsa, bizni yo'limizda bo'lsa, javobingiz uchun rahmat. Sizga shu javobingizga yana qo'shimcha qilmoqchiman. Meni fikrimcha, avvalambor mana shu ta'sirni sezgandan keyin u tinchroq va ya'ni ishonchliroq yashaydi. Chunki u boshqalar fikriga qarab emas, ya'ni o'zini fikri bilan, ya'ni javob bera oladi. Misol uchun aytamiz, maktabda siz qaysidir matnni gapirib beryapsiz, lekin bir inson tayyorlanmagan, u inson sizni gaplaringizni ko'chirib, ya'ni o'zini fikri emas, sizni javobingizga moslashtirib, u javob berishi mumkin. Shu ham kiradi va men kimnidir soyasida emasman degan bir tushuncha paydo bo'ladi unda. Aynan shu his insonni haqiqiy erkin qiladi deb o'ylayman. Yana bir savol bermoqchiman. Agar misol uchun sizni hozirgi xodimlaringiz yoki bir do'stingiz deylik, u juda ham bilimdon bo'lsa, siz unga yanada yaqinroq bo'lishni xohlaysiz. Nimaga? Bilimdon bo'lsa, bilmayman, xohish bo'lmaydi. Agar shunaqa xohish bo'lganda, baribir siz uning ya'ni uni bilimdonligiga, uning to'g'ri fikr bildirishiga, siz uni fikrlarini ko'rib, siz unga naborot talpinib va yaqinlashishni istar ekansiz. O'shandan siz u ko'proq bilimdon bilan yurganlardan ehtiyot bo'ldi, bekorga yetishmas ekan. Shunda haqiqat ham kimnidir ta'siri bo'ladimi shu yerda? Haqiqat ta'sir bo'la olmaydi. Ya'ni bu haqiqat, bu to'g'ri narsa, ya'ni bo'lgan narsani bir tahlili deb aytsak bo'ladi. Bugun taqdimotni yakunlayman. E'tiboringiz uchun katta rahmat.